Ustalarımız işleyapti. Ustalarımız Perdada odada men ustalarni bu ishlab yotdi, charchab yotdi desam, bularni o'tirganlar tashkilida. Mana tepalar so'nishlar ko'ryapsizlarmi? So'nishlar o'zi ustonoka bo'pti, hozir ustalarimizni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Hasan aka zo'rmisiz? Aka zo'rmi? Zo'rmi, tezmi? Vacha tashkillar. Nimalar bular? Varinlar, kompot, qalamqi jondilar. Bu ishlar молодец. Bu endi bu yaxshi ishlagan ustalarga shuni ishlaydi tashkil bo'ladida. Молодец. Sherina bular. Ishiga javob berayotganda mana shu uchalasi bular. Bu savolga javob berasizlar, hammasiga. Bugun Chiyanjidamiz. Mana shu yerda dushanbeliklar qo'yib ketgan ekan. Ha, qo'yib ketganmikan? Qo'yib ketgan ekan dushanbeliklar. 24 dona. Shu ishlamagan ekan. Aytgan ekanki, bir ustoni yaxshisini olib keling. Mana keldik, bir chekkadan o'z panellarni ko'tarib chiqyapmiz. Bosh qatdan. Ha, ko'tarib chiqyapmiz. Hol bankga chiqib ko'rsatamiz, ha? Ha, balandga chiqib ko'rsatamiz. 9 tasini hozir ko'tardik. Proba uchun ключат qildik. 495-490 beryapti hozir. Молодец. Bu deganiki uje 4,5 amper uje kilovat beryapti. Ha. Qolganini nasib bo'lsa ko'tarsak, shu uyda egasi 10 kilovat chiqarib beringlar degan bizga. Uy egasi? Ha, shuni nasib bo'lsa hozir 10 kilovat chiqarib harakat qilyapmiz. Ha. Gap. Bu natijani ko'rsataveramiz. Natijani ham ko'rsataveramiz asta. Xo'p, aziz ko'kalar, mana ko'ryapsizlar ustalarimizni, xudo xolasa Hasan akamiz bo'ladi. Bak, qaniki mikrofon sizdami? Bu ablam radnoy bratimiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz YouTube podpischiklari, Sirojiddin Dalqasdan. Mana shu yerda kamgina perdelka bo'lgan ekan, shu perdelkalarni to'g'rilab, hammasini qaytadan nima qilyapmiz? Hozir 24 ta panel ulanganda boshqacha qilib biz buni ko'taryapmiz. Hozir 9 tasini uladik. 480-490 volt beryapti. Hozirda. Ha, 5 kilovat beryapti-da, hozir bitta liniya. Bergamiz 2 liniya qilamiz, 10 kilovat beradi. Gibridimiz 10 kilovatlik turibdi. Yoniga yana bitta zaxira qo'shamiz. Mana misol ko'plarni ko'ryapman-da, ishlayapman-da bitta narsada. Qo'yib ketyapti-ku. To'g'rimi? 2 kundan keyin gumillab ketyapti, to'g'rimi? Invektormi yonib ketyapti. Shunday bo'lyapti. Kabellari va shtrasi qilgan. Uni biror narsa deya olmayman. Yo, ular har xil ishlaydi. Panelni ko'p qo'ygandan bo'ladimi? Yo bo'lmasam bu panelni ko'p qo'ygandan bo'lyapti. Shundan mumkin bo'lyapti. Shundan bo'ladimi? Ha, o'sha. Aziz ko'kalar, mana shu Tojikiston bo'yicha desam ham adashmayman, mana shu ustalarimiz nomer 1 usta. Ishiga javob beradi. Kelaverasiz. Rasulimiz. Siz nima deysiz? Men podpischilarga bilsading endi. Siz ham ustalar nimaga javob beryapti? Qanday qo'yiladi, to'g'ri, noto'g'ri qo'yishga javob beradi. Men panelga, invektorga, gibridga javob beraman. Bizning endi panelimiz 25 yil garantiyasi bilan. Shunday bo'lyaptimi? 25 yil garantiyasi. Ha, mana hozir bir xillar aytadiki, nimaga sizlar panellaringiz qimmat deyapti. Shuni aytib o'tishimiz kerak-da. Bizning panel 240 ga 140 katta paneldan birinchisi 710 wattlik, ikkinchisi, uchinchisidan kachitvat 25 yil garantiya, ustida mana shu ustalarimiz yursayin bo'ladi. Siz ana olgan 1200 1300 panelingiz ustidan emas, qo'l bilan shunday bog'sa kirib ketadi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, mana shu o'zimizning mardon, ha, shu o'zimiz mardon, mana shu bir kambag'al qo'yadi, mana shu pulni bechoralar mana sovuq kunda ishlaydi, boshqa qiladi. Mana hozir bir qo'ying, baraka toping deydi. Bir yaxshi narsa olsin deyman-da. Muso panel 25 yil garantiya bo'lsa, akkumulyatorlarimizga 1 garantiyasi bor sizlarimiz. Shuning uchun letisiga ko'proq. Ha, letisiga ko'proq. Kamroq. Ha, bunisiga kamroq, letisiga ko'proq. Bizda leti bir 3 yil ketadigan garantiyasi bor. Shundan biz qo'ydirsak, mana shu ustalarimiz bor. Bu bol savob bilan qo'yaveradi. Ishlarni video mana shu yerga 24 dan dushanbeliklar qo'ygan-ku. 24 ta panel 3,5 kilovat chiqara olmayapti. Yo'q.
9tadan o'zi 5 kilovat beradi. 9tadan 5 kilovat bo'ldi hozir. Kabellarni noto'g'ri ulab ketgan. Apasni qilib izolentalab tashagan. Xohlagan joydan olib qo'yishib. Men malades. Shuncha aytamanki, ishlaringizga omad. Ularni ham suratga oldim, videoga oldim. Yana video davomida ko'rsatamiz, necha kilovat bo'lyapti, qanday bo'lyapti. Faqat sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar, podpisatsiya, hatman boshqa ishlaringiz mana shunday kerakli videolarni yo'qotib qo'ymaysizlar jigarlarimiz degan umiddaman. Biz hozir Chuyanchidamiz, xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. Biz ko'kalar, mana ustalarimiz 3ta qilib biz hozir balandga chiqdik. 3tadan qilib mana shunday qo'yyapti, ya'ni 10 kilovatga. Biraz mana shu saydin qilinadi hammasi. Bir-biriga saydin qilib olib kelib, plus minus qilib hammasini hozir qilamiz. Saydin qilyapti. Hay barakalla. Mana akkuratni hammasi qo'ydagi. Akkuratni qilib beramiz. Hasan aka. Mana ustolarimiz. O'sha uklonlar bilan chiroyli qilib, Uklonlari bilan. ha, Endi bunga qo'ron bo'lsa turmaydi-da, yomg'ir bo'lsa yo'l ketaveradi. ketadi bunga. Yomg'ir ertalab kechalari bilan shaq bo'ladi, shaqlar tez tushib ketadi. Vaqtida yotoq bo'lgan, mana yotoq darsida mana qum to'lgan. Uni eskilarni ko'ryapsiz, demontaj qilyapmiz, boshqatdan qilyapmiz. Shunday. Mana shuning uchun Gap yo'q, malades. yotoqni tikka qilib beryapmiz. 10 kilovatdan nasib bo'lsa. Ha, mana 10 kilovat chiqarib berishimiz kerak. 10 kilovat chiqarish kerak. Mana azg'olab, mana shunday qilib dushanbalik ustalar qo'yib ketgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu holda. Mana shu holda qo'yib ketgan. Mana bundan aytayapti 24 ta panel qo'yganman, 10 kilovat chiqarib bermayapti dedi. Lekin biz ustalarimiz hozir 20 ta panel bilan 10 kilovat chiqarib beryapti. Menga nima ber? 4 ta paneli zapasda qolib ketyapti o'zida. Mana shunday gaplar aziz o'g'illar. Agar kimga mana shunaqa toza original ish xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringizlar. Mana shu garantiyasi bilan qo'yib, ustanobga qilib beraveradi. Hozir biz Chuyanchida. Samariyda ayamaymiz, ugalokda ayamaymiz. Ana. Hammasini qo'ydaga qilib beramiz. Moshina bo'ladi-a bu. Shamol pamolga Pamolga qimirdamaydi ekan. qilamiz. Malades. Bir chekada mana ko'tarib kelyapmiz. Mana shu oxirgi reytmi bu? Yana bittami? 2 taraf bu. Ha, yana 2 tarat bilan. 3 taraf. 3 taraf. 3 taraf ko'taramiz. Ha, yana 3 tarat ko'taradi ekan. Gap. 20 ta bo'lsa 7 rat bo'lishi. 7 taraf. Hozir 4 ta. 3 taraf. 3 taratga yetadimi? Yetadi. Yo'q, Rossiyaning. Ha, rastdan yetadi. Yetadimi bu? Yetadi. Har birovni rastanasini 2.70 dan tanlayapmiz. Ha, 2.70 dan, ha? 2.70 dan bir-biriga soya tegmasligi uchun. Ha. Gap. Balandligini 1.20 qilyapmiz balandligini. Chotka. Uklon 20 bo'lyapti. Malades. Original ustalar mana shu yerda. zakonni bo'ldi. Mana hozir ko'klar. Hozir akkumulyatorga zaryad beryapti. Rasxodni ko'rsating, rasxod. Rasxodni ko'rsataylik. Mana hozir uyga ketayotgan rasxod bu. Ya'ni 1.7. Ha, 1.7 kilovat ketyaptimi uyga? Ha. Mana 2.5 kilovat. 2.5 kilovatdan ziyod ketyapti. Mana plus minuslarni ulagan ustalarimiz hozir olishdilar yo'qadi. Mana qarang, hammasi akkuratni bo'lgan, simlargacha akkuratni kiygan. Mana bu yerga avtomatcha, bu yerga avtomatchalari bor. Mana hozir podvalda bir de necha kilovatli turibdi usta? 20 kilovat zaxira. 20 kilovat zaxira turibdi mana. Bu nok nechilik bu?
Önlük bu. Ön klavat bunisi ön klavat. Ha, bu- 20 klavat zaxirasi bor. 20 kilo zaxiratim turibdi. Zaryadni to'ldiryapti, ko'rsatyapti. Nagursan o'nqani? Mana, ko'rdingizmi? Mana o'sha zaxira buni boshlandi. Zaryad berishni boshladi mana, ketyapti. Akkumulyatorga hozir 42% zaryad berib to'ldirdi akkumulyatori. Pagoda nomini berdi mana. Qancha ampere beryapti ko'ryapsizmi? 578 vatt berib turibdi mana. So'z, ya'ni quyoshdan. Svitdan emas, do'lat to'g'dan emas, nozir berib turibdi. Bu yerda 20 kilovat zaxira turibdi. Mana shu deb kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Ikkinchi liniyani biz nagruskasini raisga ko'rsatmadik. Ikkinchi liniya, Mana o'zi birinchi liniya bu. Bitta liniya bu. ha, bitta liniya. Mana bu ikkinchi liniya. Mana ikkinchi liniya bu. Bu kuchaydi. Endi qara. O'zi qancha bo'lib nagruska? 602. Qashti 7 kilovatda nagruska. 7 kilovat hozir uyga. 8 kilovat nagruska boshlayapti. Shaka 8 kilovat uyga uryapti. Ha, mana o'zi 8 9 chiqib ketyapti. Ha. Ko'tarilib ketdi. Hozir qara, mana shuni o'chirib nagruska uyni qarab qana kamayadi nagruskalari. Tushunyapsizmi? Rasa pastga qarab ketyapti-da bu. 606 bo'ldi. Adamning nagruskasi ishlatdi. Bu yerda hozir nechta 18 ta panelmi, 19 ta panelmi? 18 ta panel. 18 ta panel. 18 ta panel ishlayapti bu yerda. 18 ta panel. Chiyanchida nimalarimiz? 2 liniyaga urgan. 2 liniyaga. 1 liniya, 2 liniya. 2 liniya urgan. Ha, 2 liniya, 1 liniya, 2 liniya. 9 tadan 2 liniya urgan. Mana shunaqa real ustalar kerak bo'lsa, bor. Ishiga javob beradi mana shu deb. Mana so'rashib. Mana ko'ryapsizmi, qanday tikka qilib chiqqan ustiga, ko'rdingizmi, polni tikka qilib chiqqan.